Namangan viloyat 3 tumanida tug'ilib o'sganman. Yoshim 16 da. Hozirda 6-maktabda o'qiyman. Maktabda men yaxshi ko'rgan fanlar bu ingliz tili, matematika va jismoniy tarbiya. Sinfdoshlarimni va maktabimni juda ham yaxshi ko'raman. Kelgusida Toshkentda Turin politexnika universitetida o'qishimni davom ettirmoqchiman. Yasmina bilan bitta mahallada turamiz. Uyimiz yaqin va biz maktabga doim birga kelamiz. Birinchi sinfdan beri birga o'qiymiz. Yasminani menga yoqadigan xarakteri samimiyligi, doim qo'llab-quvvatlashi va o'zlarining maqsadlariga doim erishishi yoqadi va doim shunga o'xshagim keladi. Dugonamga kelgusi o'yinlarda doim muvaffaqiyatga erishishini tilayman va jahon chempioni bo'lishini istab qolaman. O'zbek milliy kiyimlarini va o'zbek taomlarini juda ham yaxshi ko'raman. Uyda milliy taomlar qilsak, oyimlarga juda yordam beraman. Oldindan beri sport bilan shug'ullanib kelganlariga, har xil davlatlarga borganliklariga ingliz tili qanchalik kerakligini biladilar. Shunga bizni o'quv markazimizda speaking va o'zlarining ingliz tili grammatikalarini kuchaytirish uchun kelganlar. Va hozirda ancha gruppadoshlar bilan speakingda, ingliz tilida gaplashishda ancha rivojlanganlar. Ingliz tili biz sportda juda ham kerak, chunki biz boshqa davlatlarda musobaqalarda, chempionatlarda qatnashganimizda, masalan men Fransiya, Malayziya va Ispaniya davlatlarida bo'lganda bizga ingliz tili kerakligi, qanchalik kerakligini tushunib yetdik. Va shuni tushunib yetganim uchun Namangandagi o'quv markazlarining birida ingliz tilini chuqurlashgan tartibda o'rganyapti. Yasmina dastlabki qadamlarni o'sha qo'yaptilar va xudo xolasa kelajakda ingliz tilida qaysi davlatga bormasinlar, ingliz tilida bemalol gaplasha oladilar va faqat gaplashish, lekin o'qishlarini ham ingliz tilida davom ettira oladilar. Va kelgusi o'qishlarida Yasminaga albatta omad tilaymiz. Namanganda bo'lib o'tgan birinchi avtofestivalda 16 yoshli Yasmina Egamberdiyeva o'z mahorati bilan barchani lol qoldirdi. Yasmina O'zbekistondagi yagona avtosport bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi hisoblanadi. Men karting sport turi bilan 6 yoshligimdan beri shug'ullanib kelaman. Mening otam bu sport bilan yoshliklaridan shug'ullanib kelganliklari uchun bizning uyimizda karting bo'lardi va o'tirib, ko'rib, menda qiziqish uyg'ongan. Men birinchi chempion bo'lishim mening 8 yoshligimda bo'lgan. O'zbekiston birinchiligi, O'zbekiston kuboklarini yutish.
Biz bu sport bilan yanada kuchli shug'ullanishni boshladik. Mana 2019-yilda O'zbekiston Milliy avtosport federatsiyamiz tashkil etildi va biz bu federatsiyaga a'zo bo'lib, masalan, Qozog'iston va qo'shni davlatlarda musobaqalarda birinchiliklarda qatnashdik va g'olib bo'ldim. Va ilk bor O'zbekiston terma jamoa a'zosi bilan 2022-yilda Fransiya davlatida Motorsport Games bo'lib o'tdi, 2-marta. Va biz u yerda milliy terma jamoa a'zosi bo'lib qatnashdik. 2023-yilda O'zbekistonda bo'lgan barcha musobaqalarda 2-o'rinlarni, yaxshi natijalarni ko'rsatdim va biz Malayziya davlatiga Asia Pacific Motorsport Championship bo'lib o'tdi va u yerda terma jamoa a'zosi bo'lib qatnashdik va faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Shu medalim orqali xalqaro toifadagi sport ustasi unvoniga ega bo'ldim. Hozirda bu unvonim yoshlar o'rtasida avtosport yo'nalishi bo'yicha yagona hisoblanadi. Hozirda O'zbekistonda avtosportga juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Kecha kuni ilk bor avtofestivali ham o'tkazildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bizga hozirda bitta trassamiz bor, yanada ko'payishini xohlar edik. Biz hozirda O'zbekistonda qizlar bor, yo'q emas, lekin juda ham kam. Mening kelajakdagi maqsadim shu, o'zimning jamoamni qilish, faqat qizlar o'rtasida. Bu sportda faqat o'g'il bolalar emas, qizlar ham yaxshi natijalar qila olishini isbotlamoqchimiz. Hozirgi kunda mana men ham o'g'il bolalar bilan birgalikda tortishib kelganman shu kungacha. Hozirda ham birgalikda tortishib kelmoqdamiz va qizlar ham bunda juda ham yaxshi natijalar qila olishini isbotlamoqchiman. Oilada 2 qizmiz, opam borlar, man. Oilamizda hammamiz minamiz, hammaga yoqadi. Oilada har kuni bizda avtosport haqida, karting haqida yangiliklar, hamma narsani muhokama qilinadi va bizga juda ham yoqadi avtosport. Oyimlar ham minib ko'rardilar oldin, bu yo'ldan ularni ham mindirmoqchimiz, shu sportga qatnashishlarini xohlardik. Oilaviy avtosportga qiziqamiz. Men har bitta avtosport bilan shug'ullangan insonning orzusi bo'lganda, men ham butun dunyo chempionatlarida karting va formula turnirlariga ham chiqishni orzu qilaman. Qizlar akademiyalari bor hozirda. Men ham o'sha yerga qo'shilishni istar edim. O'zbekistondan hozirgacha Formula 4 da yigitlar qatnashgan, lekin qizlardan hech kim qatnashmagan va bu kamchilikni men to'ldirishni xohlar edim va formulada qatnashadigan o'zbekistonlik birinchi qiz bo'lmoqchiman.